Oy! Sendir! Akilli kuchukka o'xshab. Ya oshirib yuborsan. Davay! Yaxshilab! Bo'ldi qisalaringchi. 2 kundan keyin to'yim. O'shani maslahatiga yig'ildik o'zi. Tupur dema to'yingga. Polyalashda o'ynaysanmi? Muhim emas qat'iy yalash. Go dema. Davay! Davay. Ey kuchukcha. Botir o'rtog'imiz-ku. Yala, sendek o'rtog'im bo'l tez. Iplos. Luboy shart berishda o'ynaysanmi? Aytishu. Ha, Ahmad aka. To'qosh qotdim. Sizni ham og'zingiz tegsin degan edim. Vau, qo'ling ham shirin, o'zing ham shirin. Faqat hozir og'aynilarim bilan birgaman-da, kech payti yo'lim tushsa kirib o'taman. 20. Xo'p, hali meni ochishim bor-ku. Ne vaqma qilasan, ha? Voy ko'raylik. To'g'ri uradimi, kassoy? Ber shartingni. Hozir o'ylab oling, birinchi o'ylayman keyin aytaman, sen qilasan. Menga qara. Shundoq chiroyli qiz. Qaraqsan yerga tegyapti. Ana meni mendan olsanmi? Yo, aytaman-da. Xullas, shart tayyor. Et. Eski qizing bor, Aziz. Ana suyg'oyapmi? Xullas, qara, telefon qilasan. Meni kechir. Seni sog'indim. Imkoni bo'lsa orqaga qaytib aytasan. Kerak emas, уже 1 yil bo'ldi. Nima qildi? Likillagan qiz bo'lsa, o'shanida mahallada obro'yingdan tushib ketdi. Yo, bro, qayerdan tushadi bu kichikchaniki? Yopay tort meni. Qisib o'tirsan. Yutqizdingmi? Qilasan. Qilaman, qilmayman demayapman. Davay, qil tez. Mani kechir, seni sog'indim. Iltimos orqaga qayt. Do'ston aka, meni qutqaring. Oy, telefonga nima aytaydi? Qaramaysanlarmi? Qayerdan oldi bu telefonini? Kim bu do'ston ekan? Gapir! Bu meni yigitim. Xo'jayiningni hamma rasm videolarini tashlab berganman. Agar menga bir nima bo'ladigan bo'lsa, baribir tarqaladi. Hey! Voy, onangni quvvatdima gaplash. O'zing gaplash. Sen boshlading-ku gaplash. Seni qizingmi? Qizillar bos qo'y bo'ldi. Nega siqilasan? Qaysidir o'ynashi bilan birga bo'lsa kerak-da. Jonga tegding-ku sen. Qanaqa bo'lsa ham, oldin men gaplashganman shu qiz bilan. Qivurar ekan-da. Alyo! Menga qara. Qatta bo'lsa ham 1 soatda topib olamiz. Yaxshilikchi, qiz senga tashlagan video rasmlarni hammasini o'zing qo'ling bilan topshir. Nima? Qiz bola menga ishonib tashlagan rasm videolarni birovga ko'rsatadigan bola emasman. To'g'ri, bitta ikkita og'aynim ko'rgandir, lekin boshqa hech kim ko'rmaydi. O sen meni ochchilik qilyapsanmi? Xohlasam hozir topib olaman seni. Hozir divan tagidan chiqib kelasizmi? Yo, eshikda idamsiz. Yo, biz hali uydamisiz? Yo, yon qo'shnimiz o'shanga aytolman. Menga qara, Abo akami taniysanmi? Seni ham, apokingni ham og'ziga Tanimas ekan-ku. Abo aka seni Luboy taniydi dedilar. Qaysi abo aka? Sen tanimaysanmi? mana shu bolani surishtirlaring. Qanaqa rasm video haqida gapiryapti? Uni agar tushunmayman. Qiznikimi yo boshqa rasmmi? Muammoni ko'paytirish kerak emas-da, ko'rishib huzuring so'raganing yaxshi. Bizga hech narsa qilmasmikan? Telefon qil, odam ko'proq joyga chaqir bo'ldi. Abo akam ham chaqirib qo'yaymi? Qaysi abo akang? Sen ham tanimaysanmi? Yo'q. Ko'rdingmi? Uncha-unchasi boshiga emas. Namcha kar qilasan? Men bitta loli qori ishdan o'ynaysanmi? Gazon tegdi, chuvachning ishlarni o'ynayveraman. Gap aylantirma. Boshla. Hayotim, nima qilyapsan? Charchamadingmi? Taqir kalla yiqoy endi. To'xtab tur, men yo sapsariq ekan. Bo'l. Assalomu alaykum. Sen bilan telefonda gaplashganmanmi? Xursandman. Telefoningni ber. Oling qo'lingizni. Bermayman telefonimni. O'zi qaysi rasm video yozayotganingizni tushunmayapman. Tushunmayotgan bo'lsang hozir bitta joyga olib boraman. Chiroyli qilib tushuntirib qo'yamiz. Biz bormaymiz.
O jonim, Qattasiz o'zi? boya bitta cho'rt bolalar bilan urushib ketuvdi. O'shalarni kutyapman. Balki borarmiz. Xo'p bo'ladi. Tushurlari xo'jayinning oldiga tez borishim kerak ekan. Voy. Voy. Bo'pti, boraqa. O'tirlari ketdi. Men qayerga ketaman? Tosh bitta. Bizga shu bola kerak edi. Bola olib ketdi. Akalar tushinglar, men joylashtiring. Bu semiz, o'shaning uchun oldiga o'tirish kerak. Hop, Biz qayerga o'tiramiz? O'tloqqa. yosh bola qilib ketdim hozir. Nima qilamiz? Va ko'rdilaring qanaqa o'qib ketganimni? Perfume que usas suena igual con la que te bañas. Pero cada cosita que haces a mí me parece una Voy. Ribingga tushdim. O'zing to'laysan, sochma qilmaymiz lekin. Sen tupoymisan, la moshda dark emas-ku. Hay iskachi, yana qaytib o'tib tushuramizmi? Kim orqamizda margat qilyotgan? Anulaku. Bizlarni qayerdan topdi? Ahmoq, bunaqa mashina GPS bo'ladi-yu. Tupoy hayda! Yetyapti. Haydixon! Ketra to'xta, men tushib qolaman. Qattiq chesa qisib ket. Voy, ular haydama. Mana ko'chada o'ngga tasha. Tasha. Tezlikda men qo'rqaman. Ko'chirga chakakina. Hayda senchi. To'g'ri. Bos. Neman urasan rulda mamiyu. Ha, bos. Adasi, qayerda yuribsiz? Do'mi tegidaman. Ada, Qorbobo qachon keladi? Ya, ona qizim, mana qor kelyapti Qorbobo. Eshikni och. Hop, bo'ldi, hop. Balakat. Pulini oldingmi, o'g'lini ochamaysanmi? Voy maraz, men seni qanchadan beri qidiryapman. Pulini olding, o'g'lini ochamaysanmi, alkash? Qo'rqiz qani? Aka nima deyapsiz? Yordam bersangiz bo'lmaydimi? Senga yordam beraman. O'z qizim kutyapti seni, yurma.
Ahmad sen zo'rsan, sen ayblisan. Ushlamadi bu xo'jayim. Qo'ldan chiqardi u. Yeri tegidan bo'lsa ham toplaring. Shuncha yil yig'gan obro'yim. Ish. Alo. Qo'lim singanga o'xshaydi. O'soti, sinsa chidolmaysan. Bolla. Sal qoldi o'lib ketishimizga. Hech do'q. Rahmat. Chidolmayapman. U narsa qilaylik. Doktorga olib bora qolaylik. Yo'q, kerak emas, ortiqcha muammo. Hozir qatta qayildi, nimaga qayildi, milisiya kelgan. Qo'ysalaring-chi. Ng'illa urmag-a? O'zimiz boylab qo'ysak-chi. Tabiblik qilmang, ha. Ertaga qiyshuv bitib qolsa qiynalib yuradi. Ko'p gapirma, bor bintga chiqib kelgan. Aka, ikkita jas qo'yib yuboring. Qo'y. O'rtoqcha bo'lmagan, siq tozalab olsak bo'lardi-da. Bunga bo'veradi. O'zi qo'li qiyshiq ekan. Menga rahmat degan. Ana endi to'shni to'g'ri bitadi. Gulim bilan ham gaplasha olmadim. U ham g'irt bekorchi ekan, faqat sen bilan gaplashaverar ekan. Zato seni qizingga o'xshab hamma bilan gaplashmagan. Ko'chani qiz emas, tilla qiz. O'zi o'shani kasriga qolib shu ahvolda o'tiribmiz. Sen ham bir latta bo'lasan, bitta qiz tanlay olmaysan. Ha yo'q, Qatga yo'g'ib qoldi. Telefon ham qilmayapti. Bolla, nima qilamiz? Salom bilmadim, lekin men uyga ketaman. Alo doston, Labbayada. qattasan og'aylarni so'rab kelibdi seni. Qaysi og'aylarim? Bilmasam, ikkita jipda eshik tezda turishibdi. Bo'ldi, chiqib o'tirmang. Uyda o'tirib turing. Ayam mashinasida o'tiribman men o'sha. Qaray, biz ham Cobalt sotib mashina olsa bo'lmaydimi? Cho'tka mashina ekan. O'rtoq qattasan? Hozir boramiz. Boramiz? Meni aralashtirmalaring. 2 kundan keyin to'yim. Tursang. Hov. Ahmad oldingdami? Ha. Telefonni berib tur, adas gaplashmoqchi ekan. Obkecha. Ada? Alo, Ada? Vo ho'kiz, yig'ishtir kortejingni. Mana bolalar o'zi yurib beraman deyapti. Yurib berasizlarmi? Yurib beramiz, amaki, muammosi yo'q. Eshitdingmi? Baraka topinglar. Rahmat. Tez yetib kelgan, poylab o'tirishibdi. Hozir boramiz. Kech yurmalaring. Voqliroq qayt. Xo'p, Ada. O'rtoqlarni bori yaxshi-da. Nimasini aytasan? Ha, siqirt. Opoqing siqir. Nima kashiga tiqding meni? Bular mendan qanaqa rasm video so'rayapti? Sen menga hech narsa tashlamagansan. Aldavotib tashaganman hammasi. Hozir bular siqib qo'y. Qo'lingdan hech nima kelmaydi, latta. Yopsalar misorobkani. Qizlar tiqlaring boshqa xonaga. Mana bularni chiqariga tiqlaring. Sekinroq kirishar. Semiz, o sen bo'lmaydimi? Stulni ham dabdala qilding. Voy meni. Nimagadir ko'nglim g'ashdi. Menga qara, rasm videolar qani? Aka, to'g'risini aytaman, men hech narsani bilmayman. Tur. O'tir gaplashamiz. Tur gaplashishni berib yomon uribdi. Bosh shortma, o'tir gaplashamiz. Qolganman.
Yo'q, o'tirmayman. O'tir. Qo'ying. Ay! 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 Oka! Belim! Keyingi dapros saniki. Ay! Oka turib gaplashuraylik. Ay! Ay! Qas telefonni. Hozir. Qo'lingizni olib turing. Menga qara. Alish akam taniysanmi? Qaysi Alish? 1 minut. Mana. Alisher Zoqovmi? Yo'q, mana. Voy. Alish aka? Alish akalama, ko'rishgan bo'lsak bir marta ko'rishganmiz. Nimani aytasan, ukam? Menga qara, men qayerdan bilaman? Men bu bolani qayerda ko'rgansan? Qayerda ko'rgansan? Rasmga tushgan bo'lsa, konsertda tushgan. Qo'yib yuboringlar, meni baraka top. Men tanimayman buni, ketishim kerak. Anti mingta odam kutib turibdiman. Qo'yib yubor. Mana ikkitasini olib chiq. Sari mashina og'aynilariga qo'shib yubor. Jinnimisan? Tornosiki. Nimadan? Tuflashdan. Son siki. Son siki. Basharaga deyilmadi-ku. Qatgaliga ham aytilgan yo'q. So'kishdan o'ynaysam? Go. Oka, Nima? Qaror-e. So'te, ahroran so'kishdan nima deynu? Kimni so'kishdan aytmadimi? Gapir. Chizdim. Sen hazillashyapsanmi bilan? O'ynayotdi yoki o'zi. Qisib o'tirlaring. Oyog'imdan razg'ot ketdi. Shuncha olgan issiq qo'llarim qatga ketdi. Yana razg'ot qilib boshqarta olaman. Ana brat krasovkasini 10 marta o'pishdan o'ynaysanmi? Xohlasang. Xohlamayman. Nima xohsan, Yutquz qo'ydim. Bor joyingga o'tir. Son siki. Hey! Yig'ishtir, yosh bo'lamisan-la? Nima? O'zingiz o'ynamaganmisiz? O'ynaganman. Men buni polni yutirardim. Mani? Ha, esingda yo'qmi? Hozir o'ynaysanmi? O'ynayman. Qo'limni 10 marta o'pasan. Nima? Menikini o'psin-la. Qisay. Bo'lmasa 5 guruh emaylar shu yerda. Bo'ladigan shartni ayt. Ochkingni sindirib tasha. To'xtab tur, menga idea keldi. Men buni senga pachinatsiya qiladi. Bunisi menga. Buni Dondonskiyni yutqizgani bizani shartda bajaradi. Menga yo'qdi. Davay. Ketdi. Chiqib bola ekansan. Yutib beraman dedimmi? Yutib beraman ham. Mujiksan, brachka. Shartni ayt. Bitta qo'li bilan boshimni massaj qilsin. Ikkinchisi bilan pepelnitsani ushasin. Qil. Pasta bo'lsalaring sigaret bilan suv olib chiqlaring. Pepelnitsa qani? Boshdan piyanisi. Nima to'xtayapsan? Qo'ysangchi buni hammasini tushundim bo'ldi. Ketdi.
Pastiligi. Qanday sevyapsan? Mana buni ustingizga tashlab oling. Sana deb shuncha muammoga kirding. Mayli bera qoling, sovuq ekan. O jonim, yaxshimisan? Tuzukmisan? Charchamayapsan. Endi gapir. Nima bor u video rasmlarda? Xullas, ularning xo'jayinini menda har xil videolari bor. Agar ular tarqaladigan bo'lsa, Krogidagi серьезный, слишком boy odamlarning oldida sharmanda bo'ladi. Kerak bo'lsa O'zbekistondan ham chiqib ketishiga to'g'ri keladi. Ular qayerdan bildi senda video borligini? O'zim aytdim. $200,000 bersalaring tarqatmayman dedim. Keyin o'zi yumshoq olib kelishdimi? Ha? Videolar qani shunda? Mana. Ey, Ne unda fleshka olib sizni yo'q yuborishmadi? yana bitta odamda bor deb qo'rqitdim. Keyinchi? O'sha payt telefon qilib qoldingiz. Sizga to'nka bordim. Shunaqa ham iplos qiz bo'lasanmi? Menga pul kerak. Olib kel fleshkan menga. Olib borib beramiz. Nima? Shuncha harakat qilib pulsiz ketamanmi men? O, hammamizni o'ldirib yuborishadi. Menga farqi yo'q. O'zbekistondan chiqib ketmasam baribir o'lib ketaman. Pul kerak. Bolalar, men ketmasam bo'lmaydi. To'yxona, afarmilarni, artistlarni yarim pulni oldimda olib yuribman. Ber kelishim kerak. 39, 40, 4 mingga rozi bo'lgan. O'zbekistondan chiqib ketishga bemalol yetadi. Fleshkan ber. Rozi emasman. Qizumas. To'yimga nima qilaman endi? Voy, ne vahima qilasan? To'ying kuni to'yini tushadi. Hammasini joy-joyida yopamiz. Hozir mana shu pulni bermasang o'lib ketamiz. To'yingga ham bora olmaysan. To'g'ri aytasan. Hatto Bolalar, shu videoni ko'rmaylik. Qaytarib berib yubor fleshkani. To'xtab tur, menga qizuv bo'lyapti. Qo'y ko'raylik. Bositov Obod Ikromovich 1990-yili Toshkent shahrida tug'ilgan. 2014-yilgacha juda katta zavodlarni boshqargan. Hozirda 30 dan ortiq yirik bizneslar egasi. Undan tashqari O'rta Osiyoda ham obro'si juda ham baland. 2015-yili eng katta dushmani Aziz Rizqiyev bilan kelishmovchilikka borib qolganligi sababli Rossiya davlatiga chiqib ketishga to'g'ri keladi. Oradan 5 yil o'tib hammasi o'z joyiga tushadi va Obod O'zbekistonga qaytadi. Va hozirgacha qayerdaligi noma'lum. Rostdan seryozni odam ekan. Yana bitta video bor ekan, qo'yib ko'ring-chi. Men boy odamman. Puldan bo'lmaydi. Bilamiz. Turlaring o'ynaylik. Qancha qilamiz bugun? Kayf qilamiz, olib ketishinglar. Qo'y. iching. Brat, ishi ham, kappi ham joyiga qo'yarkanlar-ku. Lekin yaxshi bachkan ekanlar. O'ynayapsan. Mani qizimmi? Yo'q, jinnimisan, prosta o'xshirgan. Qali? Qanaqa guli, odam odamga o'xshaydi, sani qizing emas bu. Ha, to'g'ri aytyapti. Shoshmalaring. Yoqyaptimi, Guli? Yaqinda bizani to'yimizda bo'lish kerak edi. Ismi Guli bo'lsa, ko'rinishi o'xshasa, sani qizing bo'lib qolmaydi-ku, jinni. Gapida jon bor. Bu jinnini yaqinda to'yib o'tilikilab yuribdi. Sani qizing ekan. Nima deyapsan, o'ylab gapir. O'rtoq, ko'ngling cho'ktirman, uy emas. Qaysi loq yerga tevyotdi, Ahmadmi desmi? Qizing ekan.
Yo'lda qil o'rtoq. Qancha qizlatayaman dudi. Hammasini atkaz qilib shuni tanladim. Menga qara, yig'ishtirib ol o'zing naskini. Tur o'rningdan. Sanchi o'zi, naborot xursand bo'lishing kerak. To'ydan keyin bilganda nima bo'lardi, jinni? Ko'rdingmi? Hamma narsa yaxshiligiga. Erkak kishi ozgina o'zingni qo'lga ol. Ko'chada qolgan joying yo'q. To'g'ri aytasan. Hammasi yaxshiligi. Lekin qattiq yaxshi ko'rib qoluvding-a. Ay! Nima bor edi mashina eslatdi? Xullas, yopinglar o'taymanu. Dostonlarga telefon qil. Berib yuboringlar fleshkani. O'chiray. Nima bo'ldi? Gaplashdim. O'zim borib berib kelaman. Senlar mahalliy tushurlaring. Nima? Bu muammoni o'zim boshladim. Значит, o'zim hal qilaman. To'g'ri aytibdi. Biza bormay qo'ya qolaylik. O'rtoq, faqat siqilma. O'zingni o'zing yeb qo'yasan. Sen menga ishon. Shunaqa qizni uchraydi hali. O'rtoqlaringni qatdan topsam bo'ladi. Dostonnimi? Sizlar oldinglarga ketuvdi-yu fleshkani tashlagani. Nima? Bizani oldimizga o'rtog'ing telefon qilib 400 ming dollar pul so'radi. Allo. Fleshka endi qizda emas, menda. Faqat sotiladi. 400 ming dollar. Nimalar deyapsan? 400 ming tugul 400 so'm ham olmaysan, o'ldirib yuboraman. Bori. Baribir berasan. Voy plos! Voy maraz! Unaqa bo'lamas edi-yu. Qatta bo'lishi mumkin gapirlaring. Okey, biz ham bilmaymiz. Oxirgi marta PlayStation'da billaydik. To'g'ri aytibdi, aldamayapmiz. Ikkalasini olib kirib, yaxshilab gapirtirlaring. Oki, iltimos meni qo'yib yuboring, inningga to'yib. Uchir o'zingni. Sen rostdan bilamoqchimisan unga? Yo'q, aldoma. Zora rahmi kelib bizani qo'yib yuborsa. Xullas, o'rtoqlaring bizada. Fleshkani tez olib kelib ber. Menga farqi yo'q. Videoni tarqatib yuboraman. Unda og'aynilaring o'ligini olasan. Bolani qutqarmasam bo'lmaydi. Hayoti meni qo'limda. Noto'g'ri uryapsan. Nimaga kelding? Qarzingni uzadigan payt keldi. Ma. Uchga ketib olganingga 1 yil bo'ldi. Yordaming kerak. Lokatsiya tashab qo'y. Ey birodar, galangga ko'tar, uzoqda emas yo'ningda xatar. Xatar bu do'stlar, xatar bu dushmanlar. Ular sen bilan pul deb gaplashar. Balki hamma narsa pul bilan o'lchanmas, lekin naqsha bo'lmasa hech kim ham yasholmas. Orzu havas ko'p, yashash yaxshi, yaxshi yashash undan ham yaxshi. Yaxshi yashashga nima kerak? Yaxshigina pul kerak, pul kerak, pul kerak. Pul hammaning ishidagi dar, pul bu hayot, haqiqat. Sendan harakat, Allohdan barakat, Allohdan barakat. Kel, kel, mani topib kel, mani, mani cho'ntagimga kel, kel, kel. Kel, kel, mani topib kel, mani, mani cho'ntagimga kel, kel, kel. Kel, kel, mani, 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 mani.
Rahmat kelib berganingga. Har doim yoningdaman. Qolganlashyaptimi? Hamma mashinada. Sen ham o'tirib tur. Alo. Senga yana 1 soat muhlat. Kelmasang o'zingdan ko'r. Hammani yo'q qilaman. Ey, seni boshingga emas. Tushundingmi? Tayyor tur. Armiyam olib ketaman. Ey, kerak bo'lsa o'ldirib yuboraman. Voy meni akalarim. Endi nima qilaman? Nima degaydimi? 8 ming? Menimcha eng katta dushmaningiz uchun yaxshi narx aytdim. Qanaqa katta, men uchun qumrisqa u. O'zingiz bilasiz. To'xta. Roziman, ber. Voy, men sen o'rtog'ingman, ha? Qazlashasan men bilan. Bitta shartim bor demoqchi edim. Shuni qo'limga berib et. Nima shart? Ikkita og'aynim ushlagan. O'shalarni olib chiqib ketish kerak. Muammo emas. Faqat 500 ming beraman. Kelisha olmaymiz biz. O'zing bilasan. 600 ming. 550. Hopda shuncha pul ko'rganmisan o'rinda, Davay, yur ketdi. So'mda yarmini qilib berasiz. Bo'l, karta tashib beraman qo'yadi. O'rtoqlaring salli etgan joyi hech qaysida yo'q. Unaqa o'rtoq tagidagi yo'q bizda. Obad. Obad. San ofisga kim kirg'izdi? Sana oldin kirish muammo emas. Zaparin mani qo'limda. Ko'rib bo'y o'xshamading sen, ana riski. Maqsad ko'p. Bolalarni qo'yib ol. O'zimiz o'tirib, erkach gaplashib olamiz. Davay. Yo'qollaring! Ko'zimga ko'rinma! Fo'g'riz, yoshlikdan o'sgan og'aylaringga qanaqa bunaqa ish qilding? Bizani sotdingmi? Sal qoldi o'lib ketishimiz kerak. To'xtalar, hammamizga bo'lsin deb, fleshga normal pulga tiqib yubordim. Seriozmi? Ha? Sen hali sotding buni? Kaneshni 5 pulga? 20 mingga. Vijdonan aytaman, 5 ming o'zimga olaman, qolgan ikkalingga bo'lib beraman. Sen ne o'rtoq. Erkak! Shuni urmasdan ham aytsa bo'ladi. Sen urasan. Sen urganingga men ham urdim. Xo'p, qaytarsizlar. Sekira ursang nima bo'ladi? Sen bilan 13 yildan beri dushmanmiz. Obro'yim bor. Menikidan kam bo'lsa ham. Boyliging ham bor. Menikidan kam bo'lsa ham. Lekin miya esingdan chiqarmagan. Erkak kishi 3 ta narsani kontrol qilsa, hech qachon sinmaydi. Tilini, nafsini va hirsini. Men unaqa dushmanimni Slabi tomonidan foydalanmayman. Mana fleshka. Sen xiyonatkor ekansan. Ko'zim bilan ko'rdim. To'yatmi? Atmen, nima deyapsiz? Nimani ko'rdingiz? Aziz degan qiz bilan birga kayf qilayotganlaringni. Qanaqa kayf? Shunaqa qiz deb o'ylaysizmi? Demak, menga ishonmaysiz. Meni sevmagansiz. Yo, sevardim. Endi sevmayapman. Hali uvolimga qolasiz. Kimni ko'rgan bo'lsangiz ham u men emasman. Sen emasmiding? O'zim ham aytdim. Uydan ko'chaga chiqa olmaydi. Bunaqa joylarda nima qilib yuradi deb. Qaraga, menicha ko'p pulim bor. Ke, ko'rishinglar, ishim ham tugadi. Nima? 1,5 million? Insoping ham qolmabdi o'zi. Ana qiz 200 ming so'raganda berib yuborsan bo'lar ekan. Shu yerdan nafsiy kontrol qila olmagansan. Xullas, olasanmi yo'qmi? Olaman, boshqa ilojim ham yo'q-ku. Boshqa gap sana. Qara, ana 3 ta gapni nima deding, yozib oling. Xo'p, tilini kontrol qilish kerak, nafsini dieta qilishim kerakmi shunda? Hop, nafs degani faqat ovqat tushunilmaydi. Sen men garlading-a? Ke bo'lmasam 100 marta yelkaga urib chiqarib yuborishdan o'ynaysanmi? To'xta. Bungacha kayf qilmayman shu tushdan keyin. Tak. Mana men bu mushni peshonasidan 10 marta chalpillatib o'pishdan o'ynaysanmi? O'ynayman. Ke.
Zon, ziki. Давай. Brat, xijolatli tema chiqib qoldi. Peshinangizda ozgina ishim bor edi. Brat. Voy onasini yemsin. Yana kasha. Kasha.